Hop, bo'l. Bo'ldi, hozir chiqsinlar, hozir boramiz. To'lqin mashinani tayyorla, ketdik. Xavf ortda qoldi. Pichoq ichki a'zolariga tan jarohati yetkazmagan. Yengil tan jarohati olibdilar bemorimiz. Faqat qon yo'qotganlar. Tikib qo'ydik. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketarlar. Rahmat. Og'ir kuchli emasmi? Kim quvvatdi? Muhim emas. G'isht quvvat. Ko'tar. Hozir zarilmas. Qaytarib qol. Zarilmi shu hozir? Qol dedim. Zo'r turibdi. Qaytib qo'ydi. O'lchi. Alo. Assalomu alaykum, Napoleon aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uzr, endi kech bo'lganda bezovta qildi aka. Yo, tinchlikmi? Sherakam qattala. Cho'milyapti-da. Yumvatuvdilar hozir. Nimaga, tinchlikmi? Jahonagam so'rayaptilar, sherakammi? Sherakamni sog'inibdilar. Birga bir o'shan qilmaymizmi, deyotdilar. Kechki payt bir qo'shqo'rlikka chaqirmoqchi edilar, mehmonga. Boramiz. Qatga borasiz? Boramiz. Qatga borish kerak. Akalarni yaxshi ko'radigan joyligi. Kechqurungi 12 da. Kech qolmassizlar. Gapim eshitildimi aka? Bo'ldi, boramiz. Kiyimimni tayyorla. Shu ahvolda qayerga bormoqchisiz? Qorningiz cho'kib uzilib ketadi-yu, hech qayerga bormaysiz, shu yerda yotasiz. Aka. Ko'rishamiz deyishyapti. Tushunmadim. Qanaqasiga? Ish qildim deganmiding? Xalqiganmi aka? Hammasi cho'tki edi. O'zim ham hayronman. O'tir. Nima yig'iladi, ha? O'zim ham tushunmayman aka. Hammasini aytganingizdek qildim. To'g'risi. Menga qara. Boshing bilan javob bersan, tushundingmi? Ha? Tushundingmi dedim. Tushundim aka, xo'p. Surib o'tdi.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Sen chaqirdingmi? Shahzod Assalomu yaxshimisan? Yaxshimisiz aka? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Больницаdan kelyapmiz. Nega? Bitta gniyda pichoq tiqib ketdi. Qachon? 2 soat oldin. Kimligini bildinglarmi? Shu kimligini bila olmaymiz. Nima bo'lib ketishini bilmaymiz. Har ehtimolga qarshi shu yerda o'tir. Хорошо. Xush kelding. O'tir. Tinchlikmi? Napoleonga rosa telefon qilibsan. Ko'rishaylik debsan. Nega? Restoranda hech kim yo'q. Anchadan beri oilaviy yig'ilmagandik. Семейный ужин. Sog'lig'ing yaxshimi? Shukr. Ko'rinishing yaxshi. O'zingniki ham yomon emas. Dasturxonga qara. Bu ancha o'tkirroq ekan. Go'shtni yaxshi kesar ekan. Go'shtni mazasi yaxshi ekan. Sen yoshligingdan shunaqasan-a? Bumi? Oyingga oldim. Bolaga aytaman, mashinaga olib qo'yishadi. Bu ko'chada hech qanaqa muammolaring yo'qmi? Yo'q. Bo'lsa ham bildirmaysan. Bekorga ismim Sher emas. Sher yaralangan joyini ko'rsatsa, shoqqonlar aynan o'sha yerdan tishlaydi. O'shaning uchun ham yaramizni bildirmasligimiz kerak. Jonimiz omon bo'lsin. Yeganimiz go'sht bo'lsin. Osh bo'lsin. Taklif uchun rahmat. Men borishim kerak. Bir yig'ilib qolmiz. O'tirsak bo'lardi. Hali ancha o'tiramiz. Ancha go'sht yeymiz. Banisaga hayda.
pichoq ochilib ketdi tikkani. Nima zararliydi sizga shu o'tga kelib? Bu ishni kim qilganini bildim. Kim pichoq tiqqanini bildingizmi? Pichoqni kim tiqqanini bilmayman. Lekin pichoq tiqtirgan odam oldidan chiqib olmas. Qayda?